Bitta hisobda 40 kvadrat kimdir hammom qildirmoqchi bo'lsa 6 million 400 ming so'mga bityapti. Shunaqa kafelni o'zi. Bizga keyin kafel kerak bo'ladi. Kafelimiz bu 60 ga 60 kafelimiz hozir bu bozorda 62 ming so'mdan olindi. Donasimi? Uni ukulonni ketkazish osonroq. O'rtada bo'lsa 60 ga 60 yoki 60 ga 120 kafel olib kelgan bo'ladi uy egasi. Shunaqa. Uni kesishda juda ko'p maydalanib ketadi kafel. Assalomu assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Hammaga bayram muborak bo'lsin. 2026-yilda shunaqa hammomga, xonadonga kafel terish necha pul bo'lyapti? Hozir ishni jarayondamiz. Birato'la ustamiz bilan shu yerga terib berishyapti ekan. Mana shunaqa oppoq variantdan. Xonadon egasi xohlagan variantdan terib berishadi. Shularni 1 kvadrat necha pulga tushadi? Usta haqlari necha pul va qayerlarga borib xizmat qilishini usta ikkovimiz birgalikda video qilmoqchimiz. Foydali video bo'ladi. Video boshidan xudo xolasa like tugmachasini bosib qo'yib, shunaqa 2026-yilda uyini kafel yoki hammomini kafel qildirmoqchi bo'lgan do'stlarimizga jo'natib qo'yinglar. Usta, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, charchamayapsizmi? Bu yerda endi hammomga qilib beryapsiz hozir xizmatlaringizni. Endi hozir qanaqa tartibda bo'lyapti endi? Faqat polni ketadimi yoki Yo'q, uy egasini xohishiga qarab? Xohishiga qarab bo'lyapti. Ikki qator qilmoqchi, keyin bu yog'ini rang qilib qo'ymoqchi, shpagilovka. Ha, shpagilovka qilib. Aha. Bu tomonda hammomamiz bor. Buni Bu yoqda ham bitta ko'rsatamiz xudo xolasa. Tushunarli. Hozir endi sizga ishni boshlash uchun xonadon egasi nimalar qilib berish kerak boshida? Xo'p, bizlarga kerak bo'ladi. Kelganimizda xonadon mana shunaqa suvoq bilan tayyor holda bo'lishi kerak. Ha. Suvoq qilingan bo'ladi. Bizlar bunga Shkaturkada. uy egasini xohishiga qarab izolyatsiya desa, izolyatsiya qilib beramiz devorni yoki kerak emas desa, endi u asosan dom sharoitda bo'ladi. Polga qilinganda u suv o'tkazmaslik uchun qilinadi. Bu hovli turgan joyimiz. Bunga oddiy gruntovka uriladi. Ha. Endi ishonmaganlar uchun bu yoqda mana shu cho'tka bilan gruntovkani tayyorlab, mana ko'rinayotgan bo'lsa, gruntovka urilgan. Bu gruntovka nima uchun uriladi endi usti? Endi changni o'ldirish uchun birinchi o'rinda. Ha, yo'qotish uchun. Keyin mana bunaqa qumlar tushib ketmaydi. Ha, qolanib. Zichlanib qotadi bu. Devor tayyor bo'ladi shunda. Bizga keyin kafel kerak bo'ladi. Kafelimiz bu 60 ga 60 kafelimiz hozir bu bozorda 62 ming so'mdan olindi. Donasimi? Yo'q, kvadrati. Kvadrati 62 ming so'mdan olindi. Keyin bizga kafelni kili kerak bo'ladi. Iloji boricha stilinni yaxshi kafeldan olishga, kafelni kili olishga, chunki bu stinaga yaxshirog'ini qo'yish kerak. Polga mayli, ozgina sifat pastroq bo'lsa ham. Bunga lekin tushib ketmaslik kerak-da shunaqami? Tushunarli. Hop, keyin kirstik, zajimni kirstik. 20 ming so'm turadi. Bir nima pochkasi shunaqa? Pochkasi 100 talik bo'ladi. Bundan olish kerak. Endi hozirgi holatdan kelib chiqib aytaylik, bu kafellarni uyni egasi tanlaydimi yoki siz tanladingizmi? Bu hozirgi holatdan kelib o'zim tanladim, chunki Endi maslahat so'raydi-da shunaqami? Men hammomga mana shunaqa qilmoqchiman deb. Xo'p, endi usta haqlari necha pul bo'lyapti? 1 kvadrati yoki bir donasi? qarang, bu o'zi kvadratga hisoblanadi. 60 ga 60 bo'lgani uchun bu yerda hozir 80 mingga terib beryapmiz kvadratini. Endi 80 mingdan nimalar kiradi? Mana shu tekis joyga qilib berish. Endi bu savolim nimaga? Qanaqa holatlarda narx o'zgarishi mumkin? Qarang, o'zi ko'pchilik har xil joylarda mana bunaqa teshishga ham qilaveryapti. Bizda unaqa teshishga pulimiz olishi yo'q. Donasiga? Bizda faqat agar mana bunaqa burchaklari charxlanadigan bo'lsa, uyni egasini xohishiga qarab, endi bizda hozir uqaloq qo'yiladi, ustidan yopishtiriladi. Bu hech qanaqa pul olinmaydi. Metr tortilganda mana bunaqasiga tortiladi, bo'ldi. Bu hech qanday paganometr deyiladi. Unaqa narsa yo'q hozir bu yerda. Tushunarli. Hozir endi mana bu kichkintoy kusoqchasiga ham pul olmaydimi? Yo'q. O'sha kvadratcha ketadi. Pol hisoblanadi, kvadratiga 80 ming hisoblanadi. 80 ming. Ortiqcha narsa yo'q-da, chunki bu yerda. Bu 80 ming so'm qayerlarga borib xizmat qilasiz endi? Qayerlargacha bor? Faqat Qashqadaryo o'zimizda. Qashqadaryo endi. Boshqaga bo'lganda boshqacha narx o'zgaradi. Hozircha o'zimizda ishlab turibmiz. Tushunarli. Endi ichkariga ham bitta kirsak bo'ladimi? Endi bu yoq asosiy hammom, cho'miladigan o'zingiz bilasizlar. Bu yog'i manual bo'ladi, bo'yi pastroq bo'lsa ham patolog bo'ladi shu endi, shunaqami? Belgiyasi xohishi bilan pastroqdan qilingan, chunki issiqroq bo'lishi uchun. Tezroq siydi. Bu yoq ham shkaturka bo'lgan. Endi bu santexnika ishimi? Buni bizga kelganimizda bu yoqqa chiqarilgan edi, semizlik uchun. Keyin kanalizatsiya, ma'mur kanalizatsiya o'rtaga chiqarilgan edi. Oshxonaga nisbatan sal noto'g'ri bo'lgani uchun buni o'zimiz ko'chirtirdik. Endi bu tomonga ko'rsangiz, bu tomonga ko'chirtirdik. Keyin kimdir qilmoqchi bo'lsa ham, mana kanalizatsiyani devordan bir 15 sm, keyin mana o'rtasiga qo'yib ketsa, sanitariya. Mana shu ikkoni o'rtasiga? O'rtasiga qo'yib ketsa, xohishiga, uy egasini xohishiga 30 talik yoki 60 talik tirab qo'yiladi. Mana bu joyimizdan hozir o'znasiga to'liq bardiyor ketiladi. Shunda keyin bu tomondan bemalol uklon qilib,
bunga olib kelish oson. Agar bu o'rtada yoki boshqa joyda bo'lsa, hamma xonani kuloni olib kelish kerak. Misol bu tomonda cho'milish ham noqulay hozir. Shunaqa. Biz bu tomonga ko'chirganmiz. Bu tomonda mana shunaqa yo'nalishda tomon yopiladi. to'g'ri. Yo'q, parda bo'ladi. Istasa oyna qiladi, Shunaqa. parda qiladi. Shunaqa. Endi bu Qulayroq. maslahatingizda hammom qilmoqchi bo'lganlarga. Ularga maslahatim, lekin misol kafil chustlar sifatida olsam ham ular qiynalmaydi-da. Bu qo'yildi 30 talik yo 60 talik trap qo'yiladi. Bunga konvert yasab, suvni ukuloni ketkazish osonroq. O'rtada bo'lsa, misol 60 ga 60 yoki 60 ga 120 kafil olib kelgan bo'ladi uy egasi. Shunaqa. Uni kesishda juda ko'p maydalanib ketadi kafil. Atqib chiqib ketadi shunaqa. Ko'p chiqib ketadi. Bunda tekst chiqib konvert qilinganda uncha rasxoti ham kam, ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi. Tushunarli. Endi bu yog'i qanaqa xizmatlaringiz qilib beryapsizlar endi bu yoqqa? Polni teriladimi devorga? Bunda dapatolog teriladi. O'zi ozgina past bo'lib qolgan buni ham. Bizga bunda bitta muammo hozirda patolog bilan derazaning usti forchkaning usti sal noto'g'ri bo'lib qolgan. Agar kimlarga qilmoqchi, qishloq sharoitida qilmoqchi bo'lsa, forchkadan keyin ham bir 20 sm joy bo'lishi kerak mana bunaqa. Mana shunaqa joy bo'lsa, hozir bunda patolog keladi yoki kafel. Mana shuni salgina Qiynalishingiz mumkin. qiynalib qolamiz. Keyin bunga ham buni to'pqa qilinadi. Kafelimiz teriladi. Patolog hisoblangan. Bizlarda ofshi 40 kvadrat kafel olib kelganmiz. Hozir endi bu xonasi bilan bu xonasi 40 kvadrat chiqadi, shunaqami? Tushunarli. 40 kvadrat kafel hisoblab olganmiz 62 mingdan bo'ldi. Keyin 35 mingdan Kli. kafelni kili oldik 20 ta qop. Endi kafelni kilini hisoblash, agar devorimiz tekis bo'ladigan bo'lsa, misol 40 kvadrat kafel bo'ladigan bo'lsa, o'shani teng yarmiga hisoblab olinamiz-da. Bizda doim shunaqa to'g'ri chiqadi agar devor to'g'ri bo'lsa. Tekis bo'lsa. 40 kvadrat kafel bo'lsa, 20 ta qop kafelni kili olinadi. Shunaqa. Shundan yetiladi. O'zi qancha kafel bo'ladigan bo'lsa, shuni teng yarmiga hisoblab olish kerak-da, kafelni kilini. Xo'p, endi usta, mana shu xonani hozir o'zim hammom qildirmoqchiman. 40 kvadrat hisoblab aytaylik. 40 kvadratga 40 kvadrat kafel olindi. 1 kvadrat 62 mingdan 2 million 400, 2 million 500, 2 million 500 deylik. Xo'p, yana kafelnikini olindi 700 ming so'm. 700 ming so'mga necha qop olinadi shunda? 20 ta qop olinadi. 20 ta qop olinadi. Shunda 3 million 200 ming so'm. Shunaqa. Xo'p, endi usta haqqi necha pul bo'ladi? Usta haqqimiz 3 million 200 ming atrofida bo'ladi. Chunki 80 mingdan terib beryapmiz-da. 3 million 200 ash atrofida. Qo'shimcha haqlari yo'q. Keyin yana bitta arosdan ham qo'yib berdik. Arosdan o'rnatishni ham o'zimiz O'zlari xizmatlaringiz bilan. o'zimiz qilib berdik. Bu arosdan 1 million 200 10 ming so'mga oldi. Royal endi yaxshi bo'lmasdan. Royal reklamasi ketib qoldi-ku. Shuni bir o'zimdan keyin bu tok o'tkazmaydi ekan, bu odamga qo'yib qoldi. Undan qo'yib berdik. Bitta ventil qo'yib berdik. Endi qo'yingki, sizda faqat kafel emas, santexnika ishini ham bemalol bitirib yurasiz. Endi ko'p joyga kelganimizda mana bunaqa xatolar bo'lgani uchun buni ham o'rganganmiz hozir. O'zgartiriladigan joylar bo'lsa, o'zgartirib uy egasiga o'zimizning bizning tajribamizdan kelib chiqarib oldik. Maslahat beramiz-da. Mamnunga nisbatan bu to'g'riligini uy egasi tushungandan keyin mana shunaqa ko'chirtiriladi. Joylar to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi bitta hisobda 40 kvadrat kimdir hammom qildirmoqchi bo'lsa, 6 million 400 ming so'mga bityapti. Shunaqa ham kafelni o'zi. Endi bundan ham arzon kafilchilar bor. Kafillar bor. 45 mingdan ham kafil bor. Bu sopol kafillarimiz bor. Oddiy kafillar 30 ga 60, 30 ga 45, 40 ming so'm atrofida kafillar ham bor. Shunaqa. Endi mana shu 62 ming nimasida hisobida aytamiz-da, sifatlisdan. Endi bu sifatliroq-da. Jaz zo'ramiz 60 ga 120, undan ham zo'r kafillar bor. 120 ming, 80 ming, hozir Qashqadaryo viloyatida bozorda 80 ming atrofida turibdi. Shunaqa. Zo'r. Ular endi juda sifati yaxshi. Tushunarli. Endi faqat devorlarga emas, pollarga ham teraverasiz. Uylarga ham terib beraverasiz. Albatta. Pollarga endi sal arzonroq bo'ladi. Misol, hozir devorlar endi ishi ko'proq bo'lgani uchun 80 mingdan qishloq sharoitida teryapmiz. Pollarga necha puldan qilib berasiz? Pollarga bo'lsa 60 mingdan so'raymiz. 60 mingdan devorga 80 mingdan. Zo'r. Mana hurmatli obunachilar, o'rtacha sizlarga necha pulga tushishini aytib o'tdik. Haligacha bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga imkon qadar mana shunaqa foydali videolardan olib chiqaveramiz, xudo xolasa. Ustani, agar ustamizning raqamlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda bo'ladi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.